Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarni muqaddas Madina shahridagi juda muhim va qiziqarli maskanlardan biri bilan tanishtiramiz. Bu maskan Qur'oni Karimni butun dunyoga yetkazishda katta xizmat qilayotgan ulkan bosma majmuasidir. Har yili aynan shu yerda millionlab Qur'oni Karim nusxalari chop etilib, dunyoning turli mamlakatlariga tarqatiladi. Bu esa millionlab insonlarning Qur'oni Karimni o'qishi va undan hidoyat topishiga sabab bo'lmoqda. Keling, endi Madinadagi Qur'oni Karim bosma majmuasi haqida yanada yaqinroq tanishtiramiz. Bu majmua oddiy kitob chop etiladigan joy emas. Bu muqaddas kitob Qur'oni Karimni eng aniq va chiroyli shaklda chop etadigan ulkan majmuadir. Bu maskan Saudiya Arabistonining muqaddas shahri Madinada joylashgan. Ushbu majmua 1984-yilda tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi Qur'oni Karimni xatosiz chop etish va uni butun dunyo musulmonlariga yetkazishdir. Bu yerda Qur'oni Karim chop etilishidan oldin har bir sahifa, har bir harf tajribali ulamolar va qorilar tomonidan bir necha bor tekshiriladi. Chunki Qur'oni Karimning matnida hatto eng kichik xato ham bo'lishi mumkin emas. Majmuada zamonaviy bosma uskunalar ishlatiladi va har yili millionlab Qur'oni Karim chop etiladi. Bu nusxalar dunyoning turli mamlakatlaridagi masjidlar, islom markazlari va musulmonlarga yetkaziladi. Shuningdek, bu yerda Qur'oni Karim ma'nolari turli tillarga tarjima qilinadi. Qur'on ilmlari bo'yicha kitoblar nashr etiladi va ilmiy tadqiqotlar olib boriladi. Madinadagi Qur'oni Karim bosma majmuasi bugungi kunda butun dunyo musulmonlari uchun katta xizmat qilmoqda. Demak, millionlab insonlarning qalbiga hidoyat nurini olib kirmoqda. Bu maskan Qur'oni Karimni asrash, uni xatosiz yetkazish va kelajak avlodlarga to'g'ri shaklda yetib borishini ta'minlash yo'lida muhim vazifalarni bajarib kelmoqda. Azizlar, kanalimizga obuna bo'ling va like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. First sight of the moon, crescent on the sky. My chest feels wide, yeah.